Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga aliya salatini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib hamma ingrediyentlarimizni qaynatib tayyor qilib olamiz. Keyin tuxumlarimizni to'rtburchak shaklida to'rib olamiz. Ketidan sho'rba to'rtburchak shaklida to'raymiz. Mana hamma masalliqlarimni to'rtburchak shaklida to'radim. Sizlar kichkinaroq kesinglar, undan da chiroyli bo'ladi. Men faqat sal kattaroq qilib qo'ydim. Keyin kartoshkalarimizni kesib olamiz. Men orada sabzi ham to'rab qo'ydim. Keyin mana shunaqa jo'xori, egariq solamiz. Men go'shtdan foydalandim. Sizlar xohlasanglar kolbasadan foydalanishingiz mumkin. Mazaliroq bo'lishi uchun ko'katlar va mayonez. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz va dasturxonga tortamiz. Hammaga yoqimli ishda